Gulbahor yozgi oromgohida dam olayotgan 22-sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun Milliy gvardiya va Uchtepa tuman hokimligi hamkorligida bayram tadbiri tashkil etildi. Yozgi ta'til dam olish va kuchlarni qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Shu bois bu davrdan samarali foydalanish lozim. Yozgi oromgohlarda bolalar foydali mehnat, turli to'garaklar, sport musobaqalari va madaniy tadbirlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Gulbahor yozgi oromgohida tashkil etilgan tadbir ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mazkur tadbir harbiy orkestr jamoasining musiqiy chiqishlari, qo'l jangi hamda saf guruhlarining ko'rgazmali namoyishlari bilan boshlanib, harbiy bo'lish istagida yurgan yoshlar qalbida vatanga bo'lgan muhabbat va sadoqat kabi tuyg'ularni yanada jo'sh urishiga sabab bo'ldi. Tadbir davomida o'g'il-qizlar qo'shiqlar kuylashdi, she'r va monologlar o'qib, o'z ijod namunalarini taqdim etishdi. Avvaliga tortinib o'tirganlar bunday yaqinlik va emin-erkinlik natijasida o'zlarining yashirin iste'dodlarini namoyon etishdi. Jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari va Uchtepa tumani madaniyat bo'limi xonandalari tomonidan jonli ijroda kuylangan kuy-qo'shiqlar davraga o'zgacha fayz ulashdi. Bir so'z bilan aytganda, gulxan atrofida yoshlarni birlashtirgan bu oqshom barchaga manzur bo'ldi.